Cristiano Ronaldo o'zining maykasiga imzo qo'yib, Trumpga sovuqdi. Ikkinchi bir xabar, bu yerda Ronaldo bu qatimni qishiju beyni dunyo longsi klublar musobaqasini o'ynayolmaydi ekan, o'ynamayman deb o'zi e'lon qildi. Oldi bilan bu yerda Amerika prezidenti Trumpning gapiga kelsak, bu yerda Cristiano Ronaldo o'zining 7-numurlik maykasiga o'z imzo qo'yib, tinchlikni suydiganligi, dunyo tinchlikka muhtoj degan mush gaplarni yezib Trump sovuqdi. Endi bu nimligini aniqla O'rta Sharqdagi urushlar vaqtida to'xtasin, Avstraliyaning qirg'inchiligi to'xtasin, Amerika boshqa tinchlikni, yaxshilikni qo'g'dasin degan ma'noda bergan. O'ylab bakinglar, Ronaldo'ning ta'sir doirasi haqiqatan keng ekan. Navada Portugaliya zonisi mushundaq bir xatni Trump yezibdi desa biz bak hayron qolmasligimiz men atoydan bir so'zlab ketishim natayin. Biroq Cristiano Ronaldo'dek dunyoviy bir futbolchi shunday qilib kelgan keyin butkul xalqlarda ajoyib bir yaxshi ta'sir qo'zg'agan. Ya'ni Coca-Cola'ni evatgan voqeasini o'qitlar qachon. Endi bu yerga Ronaldo'ning bu gapi bilan Trump urushni to'xtatib butun yarasha tinchlik olib ketishini atayin. Lekin haqiqatan bir foydasi ta'sir bo'ldi. Shundaymi? Mushundaq bir yaxshi futbolchini yaxshi ko'rmay amalimiz bormi? İkinci xabar oldin qatim bu yerda Cristiano Ronaldo'ni bir yo'tqilgan fursat berdi. Bu balkim bu qatimliq dunyo longs klublar musobaqasida ma'lum bir komandaga berib Chelsea, Huangma bir komandada o'ynash mumkin degan to'q. Biroq hozirgacha hech qaysi komandada kirdi deb e'lon qilmagan. Endi bu yerda Cristiano Ronaldo o'zining taratqusiga, o'zining bu qatimliq musobaqani o'ynamaydiganligi, hech qaysi klubga bormaydiganligi, aksicha kelar yillik dunyo longsi davlatlar futbol musobaqasiga qatnashib tayyorlik qilayotganligi shuni eng muhim bildiganligini o'ttirib qo'ygan. Demismi bu yerda Cristiano Ronaldoga nisbatan klublar bu jihatdagi hech qanday bir shon sharaf long kam emas. Birdan-bir buning hayotida kam narsa shijeblik long qashnamu dövlət vakalatan o'ynagan. Endi mushad mas ishki gap hozir futbol kulturi ishlarini his qilinglar. Oldin qatim mana shu musobaqa to'g'riliq dunyo longsi desam voy ash dunyo longsima klublar shijebe ulandarak nurg'ullar o'zi zanglik ba'zi gaplarni deb tutdi. To'g'ri. Buningdan burun dunyo longsi desak bizning talimizga faqat bir, ya'ni 4 yil bir o'tkaziladigan davlatlarning musobaqasi ko'z oldimizga keldi. Endi buningdan keyin paydo bo'ldi. Dunyo longsi esa klublarning musobaqasiga davlatning deydigan bo'ldik. Ya'ni bu qatim o'tkazganimiz shu shijebe Uyg'urcha tarjima qilsak, dunyo longsi klublarning musobaqasi bo'ldi. Necha vaqtda o'tkazgani u dunyo longsi, lekin bu davlatlarning musobaqasi, shunami? Demak, ma'lumni hamda buningki dunyo longsi musobaqasi etsak, kendi şu klublarning kimi davlatlarning deydigan bir aniqni qo'shib deydigan bo'lib qoldik. Xatosi yo'q. Hem Cristiano Ronaldo'nun hayatda haqiqatan şu davlatga vakolatan hem Ojobeyni oldi, biroq dunyo longsida bir yaxshi shon sharaf bo'lsa, dunyo longsi oladigan bir mush shon sharaf hayot kam bo'lib qolganligi uchun bu qitim qatnashmay, yaxshi orom elib, yaxshi mashq qilib, o'zining finansini, badan safosini yuqori ko'tarib, uning keyindan kelar yili Portugaliya davlat komandasiga vakolatan dunyo longsi futbol musobaqasini o'ynamoqchi ekan. Uning yaqin bir xabar qarsak, bu yerda Mourinho Portugaliyaning davlat komandasining mashg'ulotini tanlanib turishdi, ammo bu ishning ilgaki Huangma'dagi vaqtdagi munosabatim pek yaxshi. Demak, bu yerda Mourinho bu yerda Cristiano Ronaldo'ni yana davomli davlat komandasining duygansi ishlatadigan o'xshaydi. Shuning uchun Ronaldo klublarning musobaqasida qiziqmay, pulni topmay bo'ldi. Bu yerda birinchidan yorilib qolmay, ikkinchidan tenorim tövallab ketmasin. Undan baland orom elib, badan mashq qilib, shijebeda Rams futbol ko'rsatadi degan o'xshaydi. Menimcha Ronaldoning o'ylig'ini muqaddiy xato emas. Sizlar qanday o'ylaysizlar? Endi bu to'g'risida xabarlar va bildiganlar uchun qoldirsanglar, davomli o'rtoqlashsak bo'ladi. Rahmat.